Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sodiqil va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, ummahatul mu'minlar. Juwayriya binti Xoris roziyallohu anha. Juwayriya onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilishidan taxminan 3 yil avval tug'ilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu onamizga hijratni 5-yoki 6-yilda uylangan. Demak, Juwayriya onamizni mana shu paytdagi yoshi 20 atrofida bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqan paytida. Juwayriya binti Xoris bu o'zini qavmini sayyidini qizi edi, podshohning qizi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'liga kelib islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu onamizga uylandi. Juwayriya binti Xoris onamizdan roziyallohu anha Abdulloh ibn Abbos, Abu Ayyub Ansoriy, Mujohid va Abdulloh ibn Shaddod roziyallohu anhu ajma'inlar hadislarni rivoyat qilishgan payg'ambarimizdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Juwayriya binti Xorisga uylanishligining qissasi. Bu onamizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Mustaliq g'azotidan keyin uylandi. Hijratni 5-yoki 6-yilida bo'lib o'tgan bu g'azot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga Banu Mustaliq qabilasi hujum qilmoqchi ekanligini xabarini topdi-da, eng yaxshi himoya hujum qabilida Rasululloh o'zi qo'shin bilan Banu Mustaliqning ustiga yetib bordi. Maruyasi suv oldida to'qnashdi. Ikki qo'shin orasida jang bo'ldi. Bu jang ajoyibotlar jangi deyiladi. Chunki birinchi hujumda, birinchi hamlada Banu Mustaliq sayyidlaridan 10 kishi qatl qilindi. Bir hujumda 10 ta sayyid qatl qilindi. Buni ko'rib Banu Mustaliq qabilasi taslim bo'ldi. Odatda kishi zaif bo'lsa, nochor bo'lsa, unga hasad qiladigan hech kim bo'lmaydi. Hech kimning ishi yo'q. Endi hasad qiladiganlar qachon ko'payadi? Qachonga makr hilalar ko'payadi unga nisbatan? Kuch-quvvatga kirganda yoki obro' e'tiboriga ega bo'lib qolgan paytda hasadgo'ylar paydo bo'ladi, dushmanlar paydo bo'ladi. Birodarlar, ixtiloflar odamlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar 3 xil bo'ladi. Tabiiy ixtilof. Bu sababi bunaqa ixtilofdir. Ikkita ixtilof qilayotgan tomonda yetarli ma'lumot yo'q bo'ladi. Ixtilof qilishayotgan masalasida. Bu ixtilofning turi shu ma'lumot yetarli bo'lgandan keyin ixtilof tugaydi. Bunaqa ixtilof tabiiy ixtilof deyiladi. Ikkinchi ixtilofning turi bu hasad, bag'y, ko'ra olmaslik ixtilofi. Alloh taolo aytadi: "Va maxtalafallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan baynahum." Ahli kitoblar ularga Islom va Muhammad sollallohu alayhi vasallamning haq payg'ambari ekani haqida hujjat kelgandan keyin faqat o'zaro hasad, adovat qilganlari sababligina talashib tortishdilar. Demak, ikkinchi ixtilofning turi bu hasad bo'ladi, ko'ra olmaslik bo'ladi. Uchinchi ixtilofning turi bu maqtol ixtilof. Bu musulmonlar orasida bo'ladigan ixtilof. Savobli ishlarda bir-ikkinchisidan o'zishlik haqida. Qur'on yodlashda, hadisda, fiqhda, savobli ishlarda musobaqalashlik ixtilofi. Bu maqtalgan Mahmud ixtilof. Nimaga aytdik buni? Musulmonlar zaif, nochor bo'lib turgan paytda birov hasad qilmas edi musulmonlarning mavqeini. Endi qachonki 5-yilda Xandaq g'azoti bo'ldi, Quraysh 10 ming kishini to'plab Madinaga hujum qildi. Rasululloh Xandaq qazib Madinani himoya qilishga majbur bo'ldi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetdi, Quraysh hech narsa qila olmasdan qaytib ketdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "La yaghzunana ba'dal yawm." Bugundan keyin bizga hech kim hujum qilmaydi dedi. Biz endi hujum qilamiz dedi. Mana endi islom kuch-quvvatga to'ldi, hujum qilishlikka quvvati bo'ldi. Mana endi hasad qiladiganlar ham endi adadi ko'payib qoldi. Biz hozir aytib o'tgan uchala ixtilof tabiiy ixtilof. Maqtalmaydi ham, yomonlanmaydi ham. Chunki aytdik, ma'lumotning ozligi tufayli odamlar ixtilof qiladi bir-biri bilan. Ikkinchisi, hasad va adovat ixtilofi. Bu yomon ixtilof.
Endi uchinchisi maqtovli ixtilof, savobli ishlarda qilingan ixtilof bu maqtalgan ixtilof deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Banu Mustaliq g'azotiga chiqqanida, birodarlar, munofiqlar ham birga chiqishdi. Chunki hozir aytdik, musulmonlarning beligiga kuch to'lib qolgan edi, musulmonlar kuch-quvvatga ega bo'lib qolgan edi. Endi musulmonlar bilan birga bo'lishsa munofiqlar janglarda tushgan o'ljalarda ulushlarga ega bo'lishadi. Ungacha chiqishgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Mustaliq qabilasi Madinaga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'rayotganligidan xabar topdi va mana shu fitnani o'chog'ida o'chirishni xohlab qo'shin tortib ularning ustiga borgan edi. Mana endi g'animalar tushyapti. Munofiqlar qayerda bo'ladi? G'anima bor joyda. Musulmonlar Banu Mustaliq bilan ikkala qo'shin duch kelgan, to'qnashgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar. Umar ibn Xattob ularga qarab turib, islomni qabul qilishlikni taklif qildi. La ilaha illalloh deylar, siz bizdan, biz sizlardan bo'lamiz. Bizda qanday haq-huquq va ustimizda qanday mas'uliyat bo'lsa, sizlarda ham shunday bo'ladi dedi. La ilaha illalloh deylar, shu kalima bilan jonlaringlarni, mollaringlarni saqlab qolasizlar. Biz kim bo'lsak, sizlar ham o'sha bo'lasizlar. Garchi tili bilan aytib qo'ysa ham payg'ambarimiz qabul qilavergan. Aytib qo'ydimi tili bilan? Hisob bo'lavergan. Ular bosh tortishdi. Musulmonlar hujum qilishdi. Jangni avvalida 10 ta sayyida, mana hozir aytib o'tdik, jangni avvalida qatl qilindi. Musulmonlardan faqat bitta kishi shahid bo'ldi. Endi qabila to'laligicha musulmonlarning qo'liga o'lja bo'lib o'tdi. Butun boshliq qabila musulmonlarning mulkiga aylandi. Erkak ayoli, qo'y qo'zisi, tillo kumushi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga bir lutf bilan, ihson bilan muomala qilmoqchi bo'ldi. Musulmon odam uchun doim Muhammad sollallohu alayhi vasallam ibrat namuna bo'ladi, birodarlar. U zotni sollallohu alayhi vasallam qalbi shafqat bilan, rahmat bilan to'lib toshgan edi. Shuning uchun Alloh taolo aytgan edi-da, biz sizni ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam faqatgina olamlarga rahmat qilib yubordik. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasululloh bu kishilarni, hozir qo'lga tushgan, asir bo'lib turgan kishilarni o'zini yomon ko'rmas edi. Ularni kufrini, shirkini yomon ko'rar edi. Musulmon odam ham shunday bo'lishi kerak. Ro'parasida turgan odamni millati, rangi, qaysi qabiladanligi, qaysi mamlakatdanligiga qarab turib, yaxshi ko'rib yomon ko'rmaydi. Ro'parasidagi odam kim bo'lsa ham, qaysi millat vakili, qaysi rangda bo'lsa ham, musulmonmi, birodarim deb biladi. Agar kimdir yomon ko'rsa, uni gunohi, ma'siyati uchun yomon ko'radi. Hasan Basri rahmatullohi alayh Basra ko'chalarida ketar ekan, odamlar bir odamni tepkilashardi yotkizishib olib. O'g'rini ushlashib olgan edi. Rosa tepishyapti edi. "Ey, tepinglar, nima qilyapsizlar?" dedi. Bu o'g'ri dedi. "Tepinglar uni" dedi. Hasan, siz yomon ko'rmaysizmi buni?" dedi. "Men buni amalini yomon ko'raman, o'zini emas" dedi. Shuning uchun siz bilan biz bir odamni gunohi uchun yomon ko'rayotgan bo'lsak, shu gunohini tashlagandan keyin birodarimizga aylanishlik kerak. Bizda unaqami? Bu baribir. Masjidga kirgan bo'ladi, baribir nima deymiz? Baribirga ishonch yo'q bunga. Bu nimaga kiryapti? Ro'za olgan uchun kiryapti yoki bo'lmasam bir ishi bor deydi. Namoz o'qisa ham, arog'ini tashlasa ham, fahshini tashlasa ham shart yaxshi ko'ra olmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan sahobalar qanaqa bo'lishgan? Badr g'azotida mushriklar mag'lub bo'ldi. Musulmonlarning qo'liga 70 kishi asir tushdi mushriklardan. 70 ta Qurayshlik kishilar, mushriklar qatl qilindi. Shunda endi Makka bilan Madina o'rtasida asirlarni ozod qilishga odamlar borib kelyapti. Makkadan keladi, asirlarni ozod qilib olib ketadi. Safvon ibn Umayyah ibn Halaf va Umayr ibn Wahb al-Jumahi, bu qarindoshlar ikkalasi, Ka'baning oldida o'tirib, shu Qurayshdan o'lgan ulug'larini eslashdi. Utba, Shayba, Valid, Abu Jahl, ular endi Abu Hakam der edi. O'tirib, shunda Safvon ibn Umayya, uni otasi ham o'lgan edi, Umayr ibn Halaf. O'zini qarindoshi Umayr bilan gaplashib o'tirar ekan, Umayr aytdi: "Agar dedi, qarzlarim bo'lmaganida
Bolalarimni maydaligi sababli ko'chada xor bo'lib ketishini qo'rqmaganimda, bolalarimni tashvishini qilmaganimda Muhammadni borib o'ldirib kelardim dedi. Ichida alamgina kudurati qaynab turgan Safvon, sen dedi borib o'ldir Muhammadni. Agar sen o'lib ketsang, yo'qib ketsang, qarzing meni qarzim, bolalaring meni bollalarim dedi. Mana shu niyat bilan Umayr ibn Vahb qilichini zaharlab, yelkasiga ilib Madinaga kirdi. Umar ibn Xattob ko'rib qolib, bu Allohning dushmani Umayr ibn Vahb keldi dedi. Qilichini olib, qilichini bog'ichini bo'yniga tashlab o'rab turib, so'darab Rasulullohning oldiga olib keldi. "Ya Rasululloh, mana Alloh dushmani Umayr kelibdi" deganida, Rasululloh uni bo'shating dedi. Chekkaroq turing dedi. Chekkaroq turganida payg'ambarimiz unga nima kelganligini so'radi. U aytdi, Rasululloh Makka da Safvon bilan o'rtasida bo'lgan suhbatda aytib berdi. Ka'bani oldida o'tirmadingmi? O'tganlaringni eslamadingmi? Qarzing bilan bolalaringni shikoyat qilmadingmi? U bo'yniga olmadimi? Hamma yo'q aytib berganida, ashhadu annaka Rasululloh deb musulmon bo'ldi. Endi qarang. Iymon keltirib chiqqandan keyin Umar ibn Xattob aytadi, Allohga qasam, Umar Rasulullohning oldiga kirganda to'ng'iz undan ko'ra menga sevimliroq edi. Endi u menga ayrim farzandlarimdan ko'ra yaqinroq dedi. Alloh uchun yaxshi ko'rgan bular, Alloh uchun yomon ko'rgan bular. Rangi uchun, millati uchun, qabilasi uchun, boshqa bir odamligi uchun emas. Din uchun yaxshi ko'rgan, din uchun yomon ko'rgan. Bizda ham shu sifat bo'lishi kerak, birodarlar. Musulmon odam bir odamni shaxsiyati uchun yomon ko'rmaydi. Uni qilgan gunohi, ma'siyati uchun yomon ko'radi. Demak, bu musulmonning adovati, birodarlar, kofirni kofir bo'lgani uchun, munofiqning nifoqi uchun, osiyni ma'siyati uchun, huzur halovatga berib, isrofga kirib ketgan kishini shu isrof uchun yomon ko'radi. Qachonki bu ishlarni tark qilsa, dindagi birodariga aylanadi. Agar banda Allohga qaytsa, mana shu gunohlarni qilayotgan banda. Nido qiluvchi osmondan turib nido qilar ekan. Ey, xaloyiq, falonchini muborakbod etinglar. U Alloh bilan kelishib oldi. Gunohlardan qaytdi, tavba qildi, Alloh uni kechirdi. Alloh taolo bandasini kechirgan bo'lsa, banda his qilar ekan shu narsani. His qilar ekan. Alloh taolo uni qalbiga kechirgani haqida bir hisni, tuyg'uni yuboradi, paydo qilib qo'yadi. Shunda banda bilan Allohning o'rtasida uns paydo bo'ladi. Alloh deganda ko'ziga yosh keladi. Masjidga kirganda qalbi yumshaydi. Bo'ladi, bo'ynidan bog'lab kelasiz, bo'ladi masjidga, bo'yiga gunohdan tavba qilgan ishlariga o'kinish bo'lmagani uchun qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqib ketaveradi. Ammo haqiqiy tavba qilgan odam Ibn Hishom rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Mustaliq g'azotidan qaytdi. Mana asrlar musulmonlarning qo'liga o'tdi, musulmonlarning mulkiga aylandi ular. Qo'l cho'ri bo'lib musulmonlar qo'liga o'tib qolishdi. Joyra binti Xoris mana shu qabilaning podshosining qizi qo'shin orasida musulmonlarning qo'lida hali hech kimga taqsim qilib berilgan emas. Bir ansoriyning qo'liga topshirishdi, Joyriya onamizni. Endi podshohning qizi bo'lganligi uchun ehtiyot qilishlik unga topshirildi. Hali g'animalar taqsim qilinmagan. Rivoyatlar har xil keladi. Abu Xoris ibn Ziror qizi Zaynabni ozod qilishlik uchun fidoni olib keldi. Aqiq degan joyga yetib kelib, tirik qolganlari, omon qolganlari ham bor edi. Aqiq degan joyga yetib kelganida qizini ajratib ketishlik uchun tuyalari bilan kelgan edi. Qarab turib, haligi bir to'p tuyani payg'ambarimizga olib borib berishligi kerak, qizini ozod qilishlik uchun ikkita tuya yoqib oldi. Shunda oldida bir tog'daroz gap kirib bekitib qo'ydi. Madinaga kirib turib, "Ey Muhammad, meni qizim sizlarda qo'linglarda ekan. Bu qizimni ozod qilishlik uchun beriladigan fido" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi ajratib qo'ygan ikkita tuyang qani dedi. Abu Xoris ashhadu annaka Rasululloh dedi. Chunki bu narsani faqat o'zi bilar edi. Faqat Alloh xabar berishi mumkin edi. Shu sabab uni otasi islomga kirdi. Uni islomi tufayli ikkita o'g'li va qavmidan bo'lgan bir qancha billa kelgan kishilar ham iymonga kelishdi. Ibn Ishoq rivoyat qiladi. Oysha onamiz roziyallohu anhodan Rasululloh Banu Mustaliq g'azotdan tushgan o'ljalarni taqsim qilib berdi.
Juvayriya binti Xoris podshohning qizi Xoris ibn Qays ismli kishini nasibasiga tushdi. Juvayriya onamiz podshohning qizi mana shu Xoris ibn Qays bilan kelishib oldi. Men senga falon miqdorda mol topib beraman, meni ozod qilasan. Bu sahobiy rozi bo'ldi. Chunki bu qavmining sayyidi, podshohning qizi, qadr qiymati, karomati baland. Demak, Juvayriya bint Xoris mana buncha molni olib kelib beradi. Uni sayyidi uni ozod qilib yuboradi. Juvayriya bint Xoris mana shu ishda payg'ambarimizdan yordam so'ramoqchi bo'ldi. Oysha onamizga murojaat qildi. Rasululloh menga yordam bersin. Oysha onamiz rivoyat qiladi. Men yo Rasululloh, Juvayriya bint Xoris keldi. U qavmining sayyidi, podshosining qizi ekan. Kelib o'zini ishida, o'zini ozod qilishlikda sizdan yordam so'rayapti dedi. Ya'ni bu Juvayriya bint Xorisning otasi Madinaga hujum qilish uchun qo'shin tayyorlab turgan odam edi. Ashaddiy dushmanlardan bittasining qizi kelib menga yordam qiling deb turibdi. Bu ikkinchi rivoyat bu. Rasululloh Raufur Rohim bo'lgan zot. Qo'lchilikdan chiqarib, kalomatini saqlab yordam bermoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz mana shunday ishni yana bitta ayolga ham qilgan edi. Adi ibn Hotam at-Toyning sinisi. Musulmonlar Toy qabilasiga qo'shin bilan borib, ularni ishg'ol qilganlarida Adi qo'shin kelguncha qochib ketadi. Toy qabilasida musulmonlar asirlarni olib qaytib keladi. Asirlarning ichida mana shu Adi ibn Hotam at-Toyning sinisi ham bo'ladi. Adi ibn Hotim Toy qabilasining podshosi. Endi singlisi Madinaga keldi, asir bo'lib masjidda oldiga asirlarga qo'shib qo'yildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asirlarni oldidan o'tib ketayotganida masjidga qarab, Adining singlisi turib, "Ey Muhammad, men qavmimning sayyidining qizi falonchiman. Xotamat Toyning qiziman. Otam vafot etdi. Vofid menga qarab turish kerak bo'lgan odam. G'oyib bo'ldi. Menga rahim qiling, menga ikrom ko'rsating" dedi. Payg'ambarimiz qarab, "Vofid kim?" dedi. Adi ibn Hotim, akam dedi. Alloh va Rasulidan qochib ketgan qochoqmi dedi. Dedi-da, o'tib ketaverdi. Adining singlisi iloji yo'q, indamay o'tirdi. Ertasi kuni yana shu manzara bo'ldi. Payg'ambarimiz o'tib ketayotganda turib yana iltimos qildi. "Ey Muhammad, menga yaxshilik qiling. Men qavmimning sayyidining qiziman. Vofid g'oyib bo'ldi, otam o'ldi, menga rahim qiling" dedi. Vofid kim deb payg'ambarimiz ikkinchi marta so'radi. Adi ibn Hotim, akam dedi. "Ha, Alloh va Rasulidan qochib ketgan qochoqmi?" dedi, yana o'tib ketaverdi. 3-kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketayotganida endi turmadi. Shunda payg'ambarimiz orqasida kelayotgan odam Adining singlisiga bir ishora qildi. Turib gapiring deganda. Bu Ali roziyallohu anhu edi. Turib boyagi gapini aytganda payg'ambarimiz senga ikrom ko'rsatamiz dedi-da, ozod qilib Toy qabilasiga jo'natib yubordi. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini dushmanlari bilan bir marta, ikki marta gaplashardi-da, qalbini ulfat qilib olar edi. Aytdiki, Rasulullohning qalbi rahmatga, shafqatga to'lgan zot edi. Juvayriya bint Xoris payg'ambarimizga shunday talab bilan keldi. "Menga yordam bering" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Bundan ko'ra yaxshiroq narsani taklif qilsam-chi" dedi. Juvayriya nima u dedi? Islomda arz qilishini, agar qabul qilsa, unga uylanishligini aytdi. Rahmatan lil alaminning jufti bo'ladi. Ummahatul mu'minlar qatorida bo'ladi. Qiyomatgacha ismi zikr qilinadigan pokiza, tohira ayollar qatoriga qo'shiladi. Nima dedi? Rozi bo'ldi. Payg'ambarimiz ozod qilib uyladi. Keyin hali qabilasi asrda turibdi hammasi. Keyin Juvayriya onamizdan so'rashgan. O'zi qavming mag'lub bo'lib, hammasi asr bo'lib turganda, nimaga buncha tez islomda qabul qilding dedi. Juvayriya onamiz javob berdi. Mana shu hodisadan 3 kun avval tush ko'rgan edim. Musulmonlar Banu Mustaliq bilan jang qilishdan avval 3 kun burun tush ko'rgan edim. Tushimda to'lin oy, Badr oyi, to'lin Badr oyi Madinadan chiqib, o'chib kelib meni qo'ynimga tushgan edi dedi. Mana shu ishdan keyin shu oy Muhammad alayhisalom ekan deb ta'vil qildim dedi. Alloh taolo ishora qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Juvayriya binti Xorisni sharafli, karima ekanini, axloq egasi ekanini ko'rib, islomda arz qildi, taklif qildi, u qabul qildi, payg'ambarimiz unga uylandi. Musulmonlar payg'ambarimiz Juvayriya onamizga uylanganini eshitib turib, bu payg'ambarimizni Xudo tarafi-yu bu. Ular qayerda hozir? Payg'ambarimizni qaynota urug'i hammasi asir bo'lib qopti-yu. Ozod qilinglar bularni deb turib, hamma asirlarni, Banu Mustaliq g'azotdan tushgan butun boshli qabilani ozod qilib yuborishdi. Rasulullohning qarindoshlari bizni qo'limizda asir bo'lib turadimi? Ozod qilinglar deyishdi. Shuning uchun aytilinadi. Alloh Juvayriya sababli Banu Mustaliq qabilasidan 100 ta oilani ozod qildi. Biron bir ayol o'z qavmiga Juvayriya binti Xoris o'z qavmiga barakotli bo'lgandek barakotli bo'lgan emas. Mana shu onamizni islomi tufayli qabila ozod bo'ldi. Bo'lmasam yo'q bo'lib ketishga keldi qabila. Yana bir rivoyatda Imom Zahabiyning Siratul A'lam Nubala kitobida Rasulullohning qo'lida turgan Juvayriya binti Xorisni asir bo'lib turgan otasi kelib ajratib olishlik uchun mol taklif qildi. Mana buni fidosida berganida payg'ambarimiz agar men uni o'ziga ixtiyorni bersam, qizingga ixtiyorni bersam, men bilan qolish yoki ketishlik. Agar ixtiyorni bersam, yaxshilik qilgan bo'lamanmi qizingga dedi. Ha, yaxshilik qilgan bo'lasan dedi, chunki kim asir bo'lib qolishini xohlaydi. Shunda Juvayriya onamizga ixtiyor berilganida Alloh va Rasulini tanlagan edi. Birodarlar, ayol kishini vazifasi Allohning farz ibodatlarini bajarganidan keyin 5 mahal namozini o'qib, ro'zasini tutib, o'zini pokiza saqlagandan keyingi birinchi ishi erining xizmatida bo'lishlik. Farzandlarning tarbiyasida qoyim bo'lishlik. Juvayriya binti Xoris onamiz roziyallohu anha mana shu masalada musulmonlarga, muslima ayollarga ibrat, namuna bo'ladigan ibodatli ishqotli ayol bo'lgan edi. Bu Juvayriya binti Xoris onamizning qissasi. Payg'ambarimiz bekorga aytmagan edi. Albatta Alloh menga ashoblarini tanlab berdi. Demak, ashoblarini tanlab berganidek payg'ambarimizga ayollarni ham Alloh taolo tanlab berdi. Chunki aytdik, payg'ambarimizning ayollari Rasulullohni uydagi ishlarini ko'chaga olib chiqish kerak bo'lgan ayollar edi. Rasulullohdan eshitgan, o'rgangan ilmni ummatga tarqatishlik kerak edi. Shuning uchun bu ayollarni ham Alloh taolo tanlab berdi payg'ambarimizga. Xuddi sahobalarni tanlab bergan singari. Juvayriya binti Xoris roziyallohu anha zikrda, ro'zada, ibodatda ishtihodli edi. Sahih Buxoriyni ro'za kitobida Juvayriya onamizdan shunday hadis rivoyat qilinadi. Anna Nabiy sallallohu alayhi va sallama dakhala alayha yawmal jum'ati. Juma kunida payg'ambarimiz Juvayriya onamizni huzuriga kirdi. Va hiya so'imatun. Faqala asumti ams? Qalat la. Qala turidina an tasumi g'adan? Qalat la. Qala faftiri. Juma kuni kirdi payg'ambarimiz Juvayriya onamiz oldiga. Juvayriya onamiz ro'zador edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kecha ro'za tutdingizmi dedi. Juvayriya onamiz yo'q dedi. Ertaga tutasizmi dedi? Yo'q dedi. Unda iftor qiling dedi. Ro'zangizni ochib oling dedi. Chunki jumani alohida o'zini ro'za tutib bo'lmaydi. Agar ularni tutayotgan ro'za bo'lsa, bo'laveradi. Payda-pay, masalan, payshanba, juma, shanba, yakshanba bo'lib ketadigan bo'lsa, bo'laveradi. Ammo juma kunini xos o'zini ro'za tutishi mumkin emas. Ya'ni bu onamiz ro'zada, ro'za tutishlikka qanchalik haris bo'lganligi bu dalil bo'ladi. Birodarlar, nimaga juma kuni tutilmaydi? Chunki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi. Bu shariat. Bu shariat. Juma biz uchun xos kun. Juma kuni biz uchun birodarlar bayram kun. Biz uchun bayram. Sayyidul ayyom va hajjul, hamma biladi buni. Jumaga kelganki odam bu jumlani biladi. Kunlarning sayyidi, miskinlarning haji. Mana shu kunni birodarlar bayram qilishlik kerak. Shuning uchun uy ichlarida ham uy supurish, uy tozalash, kir yuvish shunga o'xshagan uyda katta ishlarini qilishlik durust emas. Bu kunni bir bayramdek o'tkazishlik kerak bo'ladi. Musulmon kishi ham mana shu kuni uyda o'tirishligi yaxshi bo'ladi. Oilasini huzurida, oila a'zolarining o'rtasida chiroyli amal bo'ladi. Chunki juma kuni qanaqa kun bizga? Bayram kuni, xos kun, dam olish kuni.
Endi bu degani juma kuni yotish kerak ekan deb tushunmanglar. Hali bu ayollarda uy ichida hali katta hashar ishlar boshlanmagani ma'qul bo'ladi. Har qancha ko'chada qiladigan ishlari bo'lsa qilib, juma kunida oila a'zolari bilan o'tirishlik, mana shu kunda bayram ekanligini, fazilatini gapirishlik mandub ish bo'ladi. Birodarlar, bu sahobiya ayollarni, ummahatul mu'mininlarning hayotini nimaga o'rganyapmiz? Bir eshitib shunaqa bo'lgan ekan deb qo'yish uchun emas. Bizni musulmon ajdodlarimiz qanday bo'lganligini bilishlik. Ayollarimiz kimga o'xshash kerak? Ularga ibrat namuna qilib berishlik. Payg'ambarimiz aytganlar: "Addibu avladakum ala hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi." Bolalaringizlarni, farzandlaringizlarni payg'ambaringizlarga bo'lgan muhabbatga o'rgatinglar. Payg'ambarning oilasiga muhabbatga o'rgatinglar. Biz farzandlarimizni payg'ambarimizni yaxshi ko'rishga o'rgatishimiz kerak. Payg'ambarimizni oilalarini yaxshi ko'rishga o'rgatishimiz kerak. Payg'ambarimizning buyrug'i. Qanday qilib ergashamiz? Qanday bir buni uddasidan o'tamiz? Qanday qilsa shu muhabbatni joy olamiz? Payg'ambar alayhisolamning hayotidan lavhalarni gapirib berish kerak. Mo'mina onalarimiz hayotda bo'lgan ishni gapirib berishimiz kerak va ularga qanday xulosa olamiz? Shu narsani tushuntirishlik kerak. Chunki o'g'il otaga qarab dunyoni taniydi. Qiz onaga qarab dunyoni taniydi. Otani g'ami qanaqa, bola shuni bolasi. Yana qanaqa televizor taydami, qiz ham shunaqa bo'ladi. Agar birodarlar mana shu buyuk insonlarimizni, ajdodlarimizni, buyuk insonlarni tarixini o'rganib, ibrat qilib bolalarga bermasak, bolalar boshqa yerdan ibrat olyapti. Bizga na millati, na dini, na xulqi umuman to'g'ri kelmaydigan odamlarni ibrat qilib berishyapti. Va biz ibrat qilib bermasak, o'zlari ibratni topib olishyapti. Farzand hayotini avvalida kimlarga o'xshash kerakligini bilib olishlik kerak. Kimlardan uzoq bo'lishlik kerak, kimdan ehtiyot bo'lishlik kerak, bundan xabardor bo'lishlik kerak. Qizlarimiz Allohni tanishda, uni toatida, uni muhabbatiga intilishda peshqadam bo'lgan ayollar. Erlarning xizmati, ularning mehrini qozonishda peshqadam bo'lgan ayollar. Farzandlar tarbiyasida oliy namuna bo'lgan bu ulug' sahobiyalarning hayotini o'qib, o'rgatib, bundan xabardor qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, qizlarimizni, ayollarimizni mana shu ummahatul mu'minlar amallarini qilishlikka muvaffaq qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.